Azizlarim, mana Maktubay degan klientimiz yana mana shunaqa sportivniy ko'ylakdan oldi. O'ziga xarid qilib 880 ming. Bu rubashkamiz 395 ming, bundan ham oldi. Bu shimimiz 700 ming so'm, bundan ham oldi. Mana bunaqa krossovkamiz bu 550 ming so'm, bundan ham oldi. Sizlarga ko'rsatadiganim tovarlarni yana Maktubay yaxshi kunlarga kiying, mana hammasini oldingiz, vashe zo'r. Buyursin seni. Yaxshi kunlaringizga kiying, krossovka ham zo'r, kачествоsi zo'r. Buyursin asalim, yaxshi kunlarga kiying, sizda to'zisin. Yana cho'ntagingiz to'la baquvvat bo'lib kelavering asalim. Mana bu tunikamizda necha razmerlar qoldi? MK bilan XL qoldi qizlar, 880 ming so'm narxi. Ulguringlar, sportivniy ko'ylak bu. Rubashka 2 dona qoldi, 40-42 razmer, 395 ming so'm narxi. Mana uzunligi yaxshi qizlar, ulguringlar, juda ham yaxshi, hibbi mazza kiyasiz. Shimdan ham 1 dona qoldi. Bu 700 ming so'm, 46 ga 6 qo'shiladi, 50 54 ga ketadi. Vashe zo'r, 1 dona qoldi, 46 razmer qoldi. Keyin mana bunaqa krossovkamiz. Krossovka 40 razmer qoldi. 39 ga ham ketadi, 40 ga ham ketadi. Bemalol ulguringlar, bu 550 ming so'm. Kutaman qizlar. Maktuba, yaxshi kunlaringizga kiying. Mana nima deydi? Video obzor qilyapman-da. Olgan tovarlaringiz asalim. Mayli, shunaqa klientlarimiz ko'p bo'lsin. Cho'ntagi baquvvat, halol mehnat bilan ishlaydigan ayollarimiz ko'p bo'lsin. Kutaman zakazlaringizni, O'zbekiston bo'ylab dastavka chiqaryapman. 12 ta viloyatga bemalol dastavka qilishingiz mumkin. Paymay, klik, naqd ishlayveradi. Qizlar, ulguringlar. Hamma tovarimiz Turkiyadan. Hamma tovarimiz, joningiz rohat. Kutaman zakazlaringizni. Allohga omonatsizlar.